Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. 206. hadis-i şerifte İbn Umar radıyallahu anhudan rivayet kılınarken bu hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayettiler ki kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyatihi فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Bu yerda ra'i sözünü bizde başlık, katta mas'ul ma'nosida tushunsak bo'ladi. Ra'iyya deganini qo'l ostidagi kishilar yoki narsalar deb tushunsak bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytibdilarki, sizlarning barchangiz ra'iysiz, o'ziga yarasha boshliqsiz va hammangiz o'sha qo'l ostingizdagi narsadan mas'ulsiz. Amir, odamlarning ustidan boshliq bo'lgan odam, u ham ra'i, boshliq va o'zining qo'l ostidagi mas'ul. Nima degani bu? Demak, modomiki u amir bo'lib boshliq bo'ldimi odamlarga, ana shu qo'l ostidagi odamlarni hifz himoyasini qilish, ularning haq huquqlarini himoya qilish, ularga zulm bo'lmasligini ta'minlash va boshqa ko'pgina qo'l ostidagi kishilar muhtoj bo'ladigan narsalardan amir mas'ul bo'ladi. Shuni qilish kerak. Qiyomat kuni Alloh so'raydi. Seni shularga boshliq qilib qo'ydim, seni boshliq vaqtida mana u zulm ko'rdi. Mana u demak haqsiz bo'ldi. Mana uni moli o'g'irlandi yoki boshqa deb so'raydi. Xuddi shuningdek, har bir oila boshlig'i, kishi o'z ahli baytini boshlig'i, oilani boshlig'i hisoblanadi. Va u ham o'z qo'l ostidagilardan mas'ul. Demak, kishi, ota, oilani boshlig'i bo'lgandan keyin oila a'zolaridan mas'ul. Ularning odobi, axloqi, iymoni, ibodati va shu bilan birga haq huquqi, nafaqasi va boshqa ko'pgina narsalardan mas'ul. Qiyomat kuni Allohning huzurida mana shu o'ziga topshirilgan ra'iyatni o'ziga vojib bo'lgan vazifalari yuzasidan savolga tutiladi Alloh taolo tarafidan. Ana endi aytayaptiki, bir kishining quli bor. Shu qul ham o'ziga topshirilgan mol-mulkdan mas'ul. Xo'jasi unga narsalarni topshirib qo'yganmi? Shuni qaraysan, saqlaysan, hifz himoyasini qilasan deganmi? Ana o'shini mas'uliyatini u ham ko'tarishi kerak. Javobsiz qolmaydi. Demak, u ham barcha qatori boshliq mas'uliyat yuklangan zimmasiga inson hisoblanadi va o'ziga yuklatilgan mas'uliyat ustidan mas'ulini, ya'ni qiyomat kunida so'ralganda javob beradi. Ogoh bo'linglar, har biringiz boshliqdirsiz, ro'iydirsiz va har biringiz ra'iyatingiz qo'l ostingizdagi narsadan mas'uldursiz, dedilar Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom.